musofirda yurgan aka ukalarimiz zakaz berishyapti. Aynan qanaqa? Mana shunaqa holatda qilib beramiz ularga. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilogacha olishdi. Aynan Amerika, Yevropaga. Nima uchun? Bu vakuum holatida yaxshi holatga yetib boradi. Agarda biz bilasizlar, kiloli holati bor. Kilolikda mana bunaqa setkaga solamiz. Havo o'tadigan bu holatda uje yog'i erib, sifati buziladi. Shuning uchun biz mana shunaqa chiroyli qilib vakuum holatida jo'natamiz. Ular o'zliksiga qabul qilib olishgandan keyin o'sha vakuumni kesishadi, ichidan dudulangan dumbani olishadi, kerakligini yeyishadi. Qolganlarni hammasini mana bunaqa qopchasini beramizda, shuni solishadi, osib qo'yishadi. Yaxshi holatda turadi. Xolodilnikda saqlaymi deydiganlar uchun maslahat bermayman. Xolodilnikda qanaqa? Mazasi o'zgarmaydi. O'sha holatda turadi. Siz mana bunaqa qopcha qilib osib qo'ysangiz, ichiga tuzlari, ziravorlari zo'r o'tadi. Ta'mi nima desa bo'ladi? Yanada xushxo'r bo'lib, yoqimli bo'ladi. Agar sizga bizning xizmatlar qiziq bo'lsa, profil glavniysi Telegram silka qoldirganman. Silkaga o'tinglar. Zakaz beringlar, biz mana shunaqa holatda sizlarga tayyorlab beramiz. Faqat 3 kun 4 kun oldin aytib qo'yinglar. Toshkentda bizning joyimiz, zakaz tashib beringlar desangiz tashib beramiz. Kelib bemalol bizdan olib o'zingizlar jo'natsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Dumba Power hamisha dasturxoningiz ko'rki bo'lsin.